Diqqat, tezkor xabar. Isroilda oxir zamon alomatlari ro'y beryapti. Isroilga ommaviy hujum boshlandi. Bu safar Eron yoki Livan tomonidan emas. Shu kunlarda sodir bo'layotgan g'ayritabiiy hodisalar ketma-ketligi butun dunyoni hayratga soldi. Hammasi bir necha hafta avval Isroil osmonida quzg'un va qarg'alarning misli ko'rilmagan darajada ko'p to'planishidan boshlandi. Minglab qora qushlar shahar osmonida aylana yasab qichqirib uchishib, ko'pchilikda vahima uyg'otgan. Kuni kecha esa Isroilning Netivot shahri haqiqiy ara bosqiniga duch keldi. Guvohlarning aytishicha, 10 minglab arilar nafaqat shahar osmonini to'sib qo'ygan, balki uylarning har bir tirqishiga kirishga urinib, xonadonlarni butunlay egallab olmoqchi bo'lgan. Ekspertlar buni bahorgi tabiiy jarayon deb atashsa-da, aholi uni falokat daragi deb qabul qilmoqda. Rasmiylar odamlarga uylardan chiqmaslikni, eshik derazalarni mahkam yopishni buyurdi. Eng e'tiborli jihat shundaki, o'sha kuni Isroil harbiy samolyoti dushman qarshiligi bilan emas, balki arilar tufayli parvozdan to'xtatildi. Minglab asalarlar dvigatelni qoplab olib, uni havoga ko'tarilishiga yo'l qo'ymagan. Bugun esa tarmoqlarda tarqalgan navbatdagi video voqealar ketma-ketligiga ramziy xulosa yasab berdi. Unda bir qarg'aning baland ustun tepasiga o'rnatilgan Isroil bayrog'ini xuddi maqsadli ravishda cho'qib, uni pastga qulatayotgani aks etgan. Xo'sh, ketma-ket sodir bo'layotgan bu voqealar sizningcha tasodifmi yoki yaqinlashayotgan katta falokat daragimi? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. G'arqat daraxti va zamonaviy haqiqatlar. Dunyo bugun o'z tarixining eng og'ir sinovlaridan birini boshidan kechirmoqda. Eng ibratli tomoni shundaki, haqiqat bilan yolg'on, zulm bilan adolat, iymon bilan kufr o'rtasidagi chiziq tobora ravshanlashib bormoqda. Bir paytlar odamlar yahudiylar haqida faqat tarix kitoblaridan yoki ulamolarning og'zidan eshitgan bo'lsa, bugun ularning asl qiyofasi, niyati va zolimligi butun dunyo ko'z o'ngida ochiq namoyon bo'ldi. Bugun G'azo osmonini yoritayotgan har bir bomba nafaqat bir shaharni vayron qilmoqda, balki insoniyatning vijdonini ham kuydirmoqda. Hatto musulmon bo'lmaganlar, nasroniylar, butparastlar, hatto o'zini ateist deb bilganlar ham yahudiylarning bu darajadagi vahshiyligiga jim qarab tura olmayapti. Ular ham savol bera boshladi. Bu qanday adolat? Bu qanday insoniyat? Bugun dunyoning yirik shaharlarida, London, Parij, New York, Istanbul, Tokio va Cape Town ko'chalarida 100 minglab odamlar Falastinga ozodlik, genotsidni to'xtating deya hayqirmoqda. Ularning orasida musulmon ham bor, nasroniy ham, hatto dinni tan olmagan insonlar ham bor. Chunki insoniylik, vijdon va insof din bilan emas, qalb bilan bog'liq tuyg'ular. Ammo yahudiylar shunchalik zulm girdobiga botdiki, endi faqat musulmonlar emas, balki butun insoniyat ularning qilmishlaridan jirkanmoqda. Yahudiylar bugun o'zlarini inson huquqlari himoyachisi deb ko'rsatib kelayotgan g'arb davlatlarining orqasiga yashirinyapti. Ular ana shu davlatlarning siyosiy quvvati va axborot vositalari orqali dunyoga yolg'on, manipulyatsiya va ikkiyuzlamachilikni yoymoqda. Ammo internet asrida haqiqatni yashirish mumkin emas. Har bir o'ldirilgan bola, har bir vayron bo'lgan uy, har bir onaning nidosi butun dunyo bo'ylab aks sado bermoqda. Bugun hatto tog'lar ham, daraxtlar ham, toshlar ham bu jinoyatlarga g'oyibona guvoh bo'lib turibdi. Qur'on va hadislarda zikr etilgan alomatlar hayotning o'zida namoyon bo'lmoqda. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytganlaridek, qiyomat yaqinida musulmonlar bilan yahudiylar o'rtasida jang bo'ladi. Bu jang nafaqat qurol bilan, balki haqiqat bilan yolg'on o'rtasidagi jang bo'ladi. O'sha paytda tosh ham, daraxt ham haqiqat tomonida ovoz beradi. Bugun esa butun dunyodagi qalblar shu haqiqatni sezmoqda. Yahudiylarni qilayotgan zulmi insoniyatning tabiiy tuyg'usiga zid. Ular shunchalik haddidan oshdilarki, hatto kofir mamlakatlarning o'zi ham ularni ochiqchasiga qoralay boshladi. Bu oddiy siyosiy o'zgarish emas, bu Allohning belgisi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam xabar bergan hadisning ro'yobi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu hadislarida qiyomat alomatlaridan birini bayon qilganlar. Musulmonlar bilan yahudiylar o'rtasida bo'ladigan so'nggi jang haqida. U zot sahobalariga murojaat qilib dedilar: "Qiyomat soati kelmaydi, toki sizlar yahudiylar bilan jang qilmaguningizcha."
Bu buyuk voqea Iso ibn Maryam alayhissalom osmondan yerga tushgan paytlarida sodir bo'ladi. O'sha paytda musulmonlar Iso alayhissalom boshchiligida bir safda bo'ladi. Yahudiylar esa Dajjolning tarafida saf tortadilar. Bu jang nafaqat qurol bilan, balki haqiqat bilan botil o'rtasidagi so'nggi to'qnashuv bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam xabar berganlaridek, bu paytda hatto jonsiz narsalar ham musulmonlarga yordam beradi. Toshlar, devorlar, hatto daraxtlar ham ortiga yashiringan yahudiyni fosh etib shunday deydi: "Ey musulmon, ey Allohning quli, mana mening orqamda bir yahudiy yashirinib turibdi. Kel va uni o'ldir." Faqat bitta daraxt, g'arqat bundan mustasno bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dedilar: "Illo g'arqat, bu yahudiylarning daraxtidir." G'arqat Quddus atrofida o'sadigan tikanli daraxt turi bo'lib, aynan o'sha yerda Dajjol va uning tarafdorlari halok bo'ladi. Bu holat shuni anglatadiki, qiyomat yaqinida hatto tosh va daraxtlar ham haqiqat tarafida guvohlik beradi. Faqat zulm tomoni g'arqat soyasiga yashirinadi. Shuningdek, bu hadis bizga yana bir buyuk haqiqatni bildiradi. Islom dini qiyomatgacha barhayot bo'ladi. U necha asrlar davomida zulm, kufr va fitna bilan to'qnashadi, ammo oxir oqibatda barcha dushmanlar ustidan g'alaba qozonadi. G'arqat daraxti haqidagi hadis bu faqat kelajakda sodir bo'ladigan voqealar haqida emas. U aslida insoniyatning ruhiy holati, vijdon va haqiqat o'rtasidagi kurash haqida ham xabar bergan. Bugun toshlar va daraxtlar hali tilga kirgani yo'q, ammo ularning o'rniga ijtimoiy tarmoqlar, ommaviy norozilik yurishlari va uyg'ongan qalblar so'zlamoqda. Ular: "Ey inson, mana bu orqamizda zulm yashirinmoqda. Qarang, haqiqatni ko'ring" deb hayqiryapti. Bu hodisa bizga shuni ko'rsatadiki, haqiqatni na tosh, na daraxt, na inson vijdoni abadiy sukutda ushlab tura olmaydi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hadisi bugun raqamli dunyoda yangi shaklda namoyon bo'lyapti. Inson qalbi yangi minbar, internet esa haqiqatning yangi maydoni bo'lib qoldi. G'arqat daraxti soyasiga yashiringanlar bugun ham bor. Ular yolg'onni tinchlik, zulmni mudofaa deb nomlamoqda. Ammo har safar bir bola qoni to'kilganda, har safar bir ona faryod qilganda, dunyo bo'ylab millionlab qalblar uyg'onmoqda. G'arqat daraxti va zamonaviy haqiqatlar. Dunyo bugun o'z tarixining eng og'ir sinovlaridan birini boshidan kechirmoqda. Eng ibratli tomoni shundaki, haqiqat bilan yolg'on, zulm bilan adolat, iymon bilan kufr o'rtasidagi chiziq tobora ravshanlashib bormoqda. Bir paytlar odamlar yahudiylar haqida faqat tarix kitoblaridan yoki ulamolarning og'zidan eshitgan bo'lsa, bugun ularning asl qiyofasi, niyati va zolimligi butun dunyo ko'z o'ngida ochiq namoyon bo'ldi. Bugun G'azo osmonini yoritayotgan har bir bomba nafaqat bir shaharni vayron qilmoqda, balki insoniyatning vijdonini ham kuydirmoqda. Hatto musulmon bo'lmaganlar, nasroniylar, butparastlar, hatto o'zini ateist deb bilganlar ham yahudiylarning bu darajadagi vahshiyligiga jim qarab tura olmayapti. Ular ham savol bera boshladi: bu qanday adolat? Bu qanday insoniyat? Bugun dunyoning yirik shaharlarida, London, Parij, New York, Istanbul, Tokio va Cape Town ko'chalarida 100 minglab odamlar Falastinga ozodlik, genotsidni to'xtating deya hayqirmoqda. Ularning orasida musulmon ham bor, nasroniy ham, hatto dinni tan olmagan insonlar ham bor. Chunki insoniylik, vijdon va insof din bilan emas, qalb bilan bog'liq tuyg'ular. Ammo yahudiylar shunchalik zulm girdobiga botdiki, endi faqat musulmonlar emas, balki butun insoniyat ularning qilmishlaridan jirkanmoqda. Yahudiylar bugun o'zlarini inson huquqlari himoyachisi deb ko'rsatib kelayotgan g'arb davlatlarining orqasiga yashirinyapti. Ular ana shu davlatlarning siyosiy quvvati va axborot vositalari orqali dunyoga yolg'on, manipulyatsiya va ikkiyuzlamachilikni yoymoqda. Ammo internet asrida haqiqatni yashirish mumkin emas. Har bir o'ldirilgan bola, har bir vayron bo'lgan uy, har bir onaning nidosi butun dunyo bo'ylab aks sado bermoqda. Bugun hatto tog'lar ham, daraxtlar ham, toshlar ham bu jinoyatlarga g'oyibona guvoh bo'lib turibdi. Qur'on va hadislarda zikr etilgan alomatlar hayotning o'zida namoyon bo'lmoqda. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytganlaridek, qiyomat yaqinida musulmonlar bilan yahudiylar o'rtasida jang bo'ladi. Bu jang nafaqat qurol bilan, balki haqiqat bilan yolg'on o'rtasidagi jang bo'ladi. O'sha paytda tosh ham, daraxt ham haqiqat tomonida ovoz beradi.
Bugun esa butun dunyodagi qalblar shu haqiqatni sezmoqda. Yahudiylarni qilayotgan zulmi insoniyatning tabiiy tuyg'usiga zid. Ular shunchalik haddidan oshdilarki, hatto kofir mamlakatlarning o'zi ham ularni ochiqchasiga qoralay boshladi. Bu oddiy siyosiy o'zgarish emas, bu Allohning belgisi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam xabar bergan hadisning ro'yobi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu hadislarida qiyomat alomatlaridan birini bayon qilganlar. Musulmonlar bilan yahudiylar o'rtasida bo'ladigan so'nggi jang haqida. U zot sahobalariga murojaat qilib dedilar: "Qiyomat soati kelmaydi toki sizlar yahudiylar bilan jang qilmaguningizcha." Bu buyuk voqea Iso ibn Maryam alayhissalom osmondan yerga tushgan paytlarida sodir bo'ladi. O'sha paytda musulmonlar Iso alayhissalom boshchiligida bir safda bo'ladi. Yahudiylar esa Dajjolning tarafida saf tortadilar. Bu jang nafaqat qurol bilan, balki haqiqat bilan botil o'rtasidagi so'nggi to'qnashuv bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam xabar berganlaridek, bu paytda hatto jonsiz narsalar ham musulmonlarga yordam beradi. Toshlar, devorlar, hatto daraxtlar ham ortiga yashiringan yahudiyni fosh etib shunday deydi: "Ey musulmon, ey Allohning quli, mana mening orqamda bir yahudiy yashirinib turibdi. Kel va uni o'ldir." Faqat bitta daraxt, g'arqat bundan mustasno bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dedilar: "Illo g'arqat, bu yahudiylarning daraxtidir." G'arqat Quddus atrofida o'sadigan tikanli daraxt turi bo'lib, aynan o'sha yerda Dajjol va uning tarafdorlari halok bo'ladi. Bu holat shuni anglatadiki, qiyomat yaqinida hatto tosh va daraxtlar ham haqiqat tarafida guvohlik beradi. Faqat zulm tomoni g'arqat soyasiga yashirinadi. Shuningdek, bu hadis bizga yana bir buyuk haqiqatni bildiradi. Islom dini qiyomatgacha barhayot bo'ladi. U necha asrlar davomida zulm, kufr va fitna bilan to'qnashadi, ammo oxir-oqibatda barcha dushmanlar ustidan g'alaba qozonadi. G'arqat daraxti haqidagi hadis bu faqat kelajakda sodir bo'ladigan voqealar haqida emas. U aslida insoniyatning ruhiy holati, vijdon va haqiqat o'rtasidagi kurash haqida ham xabar bergan. Bugun toshlar va daraxtlar hali tilga kirgani yo'q, ammo ularning o'rniga ijtimoiy tarmoqlar, ommaviy norozilik yurishlari va uyg'ongan qalblar so'zlamoqda. Ular: "Ey inson, mana bu orqamizda zulm yashirinmoqda. Qarang, haqiqatni ko'ring" deb hayqiryapti. Bu hodisa bizga shuni ko'rsatadiki, haqiqatni na tosh, na daraxt, na inson vijdoni abadiy sukutda ushlab tura olmaydi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hadisi bugun raqamli dunyoda yangi shaklda namoyon bo'lyapti. Inson qalbi yangi minbar, internet esa haqiqatning yangi maydoni bo'lib qoldi. G'arqat daraxti soyasiga yashiringanlar bugun ham bor. Ular yolg'onni tinchlik, zulmni mudofaa deb nomlamoqda. Ammo har safar bir bola qoni to'kilganda, har safar bir ona faryod qilganda, dunyo bo'ylab millionlab qalblar uyg'onmoqda.